Hozir bu videodan keyin malikadek programmist akalarimiz meni точно yomon ko'rib qolishadi. Hazil bu videoni qo'ying. 90% iPhone'chilar haligacha iCloud'ni pulga ochib berishyapti. Lekin hozir men sizga buni tekinga ochish yo'lini o'rgataman. Men buni sizga o'rgatgunimgacha videoni saqlab qo'ying, chunki bu sizda qaytib chiqmasligi mumkin. Birinchi bo'lib настройga kirib olamiz. Учетный запись Apple ga kirib turib, net account Apple bosib, bu yerga ism familiyangizni to'ldirishingiz kerak bo'ladi. Bu yerga yilingizni kiritishingiz kerak bo'ladi. Va elektronniy net adres elektronniy pochtani bosib turib, получить email iCloud bosamiz. Bu yerga ism familiyangizni yozishingiz kerak bo'ladi. Продолжительni bosib turib va создать email qilamiz. Bu yerga bosh harfi katta bilan yozilib, parol qo'yishingiz kerak bo'ladi. Va keyingisida nomeringizni kiritib, продолжительni bossangiz, sizga SMS boradi. SMSdagi kodni tasdiqlasangiz, va kir ochiladi. Bu videoni iPhone olmoqchi bo'lgan do'stingizga jo'natib qo'ying va like bosishni unutmang. Agarda sizga iPhone telefonlari kerak bo'lsa, direktdan narx deb yozib qoldiring.